Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. O'zbekiston prezidenti imzolagan. Pensionerlar va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolarga bevosita ta'sir qiladigan 6 muhim qonuniy o'zgarish haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo-buvi, nogironligi bo'lgan yaqinimiz yoki pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan inson bor. 25 avgustgacha bu masalalarni tekshirib chiqish, hujjatlarni tartibga keltirish va o'z haq-huquqingizni bilib olish juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik xato ham pensiya miqdoriga, to'lov muddatiga yoki imtiyozdan mahrum bo'lishga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu kanalda oddiy odamlar tushunadigan tilda qonun, pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordam masalalarini tushuntirib boraman. Avvalo, muammoning asl mohiyatini tushunib olaylik. Ilgari ko'p pensionerlar pensiya masalasida faqat bitta narsani bilardi. Yoshim yetdi, hujjat topshiraman, pensiya tayinlanadi, lekin amalda bunday emas. Pensiya miqdori, ish staji, rasmiy ish haqi arxivdagi ma'lumot. Nogironlik guruhi, boquvchini yo'qotganlik holati, ishlayotgan yoki ishlamayotgan pensioner maqomi, bank kartasi yoki naqd pul olish tartibi kabi ko'plab omillarga bog'liq. Oldin ko'p hujjatlar qog'oz shaklida bo'lgan. Korxonalar yopilib ketgan, arxivlar yo'qolgan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot topilmagan. Natijada odam 30 yil ishlagan bo'lsa ham hujjatda o'lingdek ko'z yil ko'rinib qolgan. Shuning uchun pensiya kam chiqqan. Endi esa davlat xizmatlari. Elektron bazalar, pensiya jamg'armasi tizimi, arxiv ma'lumotlarini raqamlashtirish va ijtimoiy himoya tizimlari asta-sekin bir-biriga ulanmoqda. Bu yaxshi tomoni. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar sizning ma'lumotingiz bazada noto'g'ri bo'lsa, pasport ma'lumoti, familiya, tug'ilgan sana, ish joyi, staj yoki daromad yozuvida xato bo'lsa, tizim avtomatik ravishda sizga to'liq hisoblab bermasligi mumkin. Shuning uchun men bugun aytadigan 6 ta yo'nalishni har bir pensioner va pensiya yoshiga yaqin fuqaro sinchiklab tekshirishi kerak. Birinchi muhim o'zgarish pensiyani hisoblashda ish staji va daromad ma'lumotlarini aniqlashtirish bilan bog'liq. Oddiy qilib aytganda, pensiya men shuncha ishlaganman degan gap bilan emas, hujjat bilan hisoblanadi. Agar siz 1945 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan bo'lsangiz, lekin zavod yopilib ketgan bo'lsa, o'sha davrni tasdiqlovchi mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, arxiv ma'lumoti yoki ish haqi haqida ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Endi ko'p holatda bu ma'lumotlarni elektron tizim orqali tekshirish imkoniyati bor. Lekin hamma narsa avtomatik topiladi deb ishonib o'tirish xato. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 62 yoshli aka 34 yil ishlagan. Lekin pensiya jamg'armasi bazasida uning 1992 yildan 1998 yilgacha bo'lgan staji ko'rinmagan. Sababi korxona nomi 2 marta o'zgargan, eski muhrdagi nom bilan yangi arxivdagi nom mos kelmagan. Agar u tekshirmaganida pensiyasi kamroq chiqardi. U arxivga so'rov berdi. Mehnat daftarchasidagi yozuvni tasdiqladi. Natijada 6 yil staj qo'shildi. Bu esa har oy oladigan pensiyasiga sezilarli ta'sir qildi. Kimlar bu masalada albatta xavotir olish kerak? Birinchidan, Sovet davrida yoki 1990 yillarda ishlaganlar. Ikkinchidan, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkiloti, kichik korxona yoki yopilib ketgan firmalarda ishlaganlar. Uchinchidan, mehnat daftarchasida muhr xira tushgan, lavozim nomi tushunarsiz yozilgan, sana noto'g'ri qo'yilgan fuqarolar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Oxirgi yillarda rasmiy mehnat shartnomasi bilan ishlagan, soliq va ish haqi ma'lumotlari elektron bazada to'liq aks etgan fuqarolar. Lekin baribir tekshirish kerak, chunki elektron tizim ham inson kiritgan ma'lumotga tayanadi. Ikkinchi muhim yo'nalish pensiya va nafaqalar miqdorini oshirish, indeksatsiya qilish va minimal kafolatlangan to'lovlar bilan bog'liq. Davlat vaqti bilan pensiya, nafaqa, stipendiya va ijtimoiy to'lovlarni oshirish bo'yicha qarorlar qabul qiladi. Bu yerda oddiy pensioner tushunish kerak bo'lgan narsa shuki, hammaning pensiyasi bir xil summaga oshmaydi. Kimning pensiyasi minimal miqdorga yaqin bo'lsa, unga qo'shimcha kafolatlar ta'sir qilishi mumkin. Kimning pensiyasi ish staji va yuqori ish haqi hisobidan ko'proq bo'lsa, foizli oshish boshqa natija beradi. Masalan, bir pensioner 800 ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, minimal pensiya yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha o'zgarish unga bevosita ta'sir qilishi mumkin.
boshqa bir pensioner 2 million 500 ming so'm olayotgan bo'lsa, u indeksatsiya natijasida boshqa tartibda oshiriladi. Shuning uchun qo'shnimnikiga 200 ming qo'shilibdi, menikiga 120 ming qo'shilibdi, demak meni aldashdi deb xulosa qilish to'g'ri emas. Har bir holatda staj, ish haqi, pensiya turi va oldingi hisob-kitob asos bo'ladi. Bu masalada ko'p uchraydigan xato. Pensioner faqat kartaga tushgan pulga qaraydi. Lekin pensiya varaqasi yoki hisob-kitob asosini so'ramaydi. Siz bilishingiz kerak. Pensiyangiz nimadan iborat? Asosiy pensiya qismi qancha? Qo'shimcha ustamalar bormi? Nogironlik, urush qatnashchisi, yolg'iz yashovchi, parvarishga muhtoj shaxs, boquvchisini yo'qotganlik kabi holatlar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar bormi? Agar bilmasangiz, o'zingizga tegishli pulni ham olmasligingiz mumkin. Uchinchi muhim qonun yo'nalish ishlayotgan pensionerlar bilan bog'liq. Juda ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashga majbur. Kimdir farzandiga yordam beradi, kimdir kredit to'laydi, kimdir dori-darmon xarajati sabab ishlaydi. Oldin ayrim toifadagi ishlayotgan pensionerlar pensiyani to'liq oladimi yoki cheklov bo'ladimi degan savollar ko'p edi. Hozirgi yondashuvda asosiy e'tibor shundaki, pensioner rasmiy ishlasa, uning huquqlari aniq bo'lishi, mehnat shartnomasi to'g'ri rasmiylashtirilishi va ijtimoiy to'lovlar bazada aks etishi kerak. Masalan, 60 yoshli ayol pensiyaga chiqqan, lekin maktabda qorovul yoki farrosh bo'lib ishlayapti. U o'ylaydi, agar rasmiy ishlasam, pensiyamni olib qo'yishadimi? Bunday savolni og'zaki gapga ishonadi. Men har doim aytaman, o'zingizning pensiya turi va ish joyingiz bo'yicha pensiya jamg'armasidan rasmiy tushuntirish oling. Chunki har xil toifalar bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli pensiya, har birining tartibi bir xil bo'lmasligi mumkin. Eng katta xato norasmiy ishlash. Agar siz norasmiy ishlasangiz, ish beruvchi sizni himoya qilmaydi, mehnat staji qo'shilmaydi, ish haqi isboti bo'lmaydi. Ertaga nizo chiqsa, qo'lingizda hujjat bo'lmaydi. 4-chi muhim yo'nalish nogironligi bo'lgan shaxslar. Parvarishga muhtoj pensionerlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bilan bog'liq. Bu yerda faqat pensiya emas, balki nafaqa, kompensatsiya, uyda parvarish, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi, kommunal yoki boshqa imtiyozlar ham muhim. Ko'p odamlar menga faqat pensiya tegar deb o'ylaydi, lekin aslida holatiga qarab qo'shimcha yordamlar bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi 75 yoshli ona bor. Farzandlari boshqa viloyatda, o'zi yurishi qiyin, doriga ko'p pul ketadi. Bunday inson faqat pensiya bilan cheklanmasligi kerak. U mahalla orqali ijtimoiy xodimga murojaat qilishi, inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki tegishli ijtimoiy himoya organlariga holatini tushuntirishi kerak. Agar nogironlik belgisi bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tish masalasi ko'rib chiqiladi. Agar uyda parvarishga muhtoj bo'lsa, parvarish xizmati yoki boshqa yordam turlari haqida so'rash kerak. Bu ishlarni so'rash uyat emas. Bu davlat tomonidan belgilangan huquq. 5-chi muhim yo'nalish pensiyani yetkazib berish tartibi. Bank kartasi, naqd pul, pochta orqali yetkazish, vakil orqali olish masalalari. Hozir ko'p pensiyalar bank kartasiga tushadi. Bu qulay, pul vaqtida tushadi. Navbat kamroq kartadan to'lov qilish mumkin. Lekin yoshi katta odamlar uchun muammo ham bor. PIN kodni unutishadi. Kartani farzandiga berib qo'yishadi, SMS kelmaydi, bankomat pul bermaydi. Firibgarlar qo'ng'iroq qilib kod so'raydi. Men qat'iy aytaman, hech qachon kartangizning PIN kodini, SMS kodini, bank ilovasi parolini hech kimga aytmang. Bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensiya jamg'armasi xodimi ham kartangiz parolini so'ramaydi. Agar kimdir pulingizni oshirib beraman, kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Vakil orqali pensiya olish masalasida ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar pensioner kasal bo'lsa, yurishga qiynalsa, bankka bora olmasa, ishonchnoma rasmiylashtirilishi mumkin. Lekin ishonchnomani kimga berayotganingizni yaxshilab o'ylang. Hayotda shunday holatlar bo'ladi. Keksa ota pensiyasini olish uchun qarindoshiga ishonchnoma beradi. Keyin pulning hammasi olib qo'yiladi, otaga o'zgina qoldiriladi. Bunday nizolar oilada og'ir muammo tug'diradi. Shuning uchun ishonchli shaxs tanlang. Imkon bo'lsa, bank SMS xabarini o'zingizning telefoningizga ulang. Har oy qancha tushganini bilib turing. 6-chi muhim yo'nalish ortiqcha to'langan pensiya, noto'g'ri hujjat, yashirin ma'lumot va javobgarlik masalasidir. Bu juda nozik mavzu. Ba'zan odam ataylab emas, bilmasdan xato qiladi. Masalan,
Boqchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand o'qishini to'xtatadi. Lekin bu haqda vaqtida xabar bermaydi. Yoki nogironlik guruhi muddati tugaydi, qayta ko'rikdan o'tmaydi, lekin to'lov davom etadi. Keyin tizim tekshiradi va sizga ortiqcha pul to'langan, qaytaring deyiladi. Odam hayron qoladi. Men pulni yeb bo'ldim, endi qayerdan topaman? Shuning uchun har qanday maqom o'zgarsa, darhol xabar berish kerak. Yana bir misol. Pensioner boshqa davlatga uzoq muddatga ketdi. Yashash manzili o'zgardi. Vafot etgan shaxs nomiga pul tushishda davom etdi. Qarindoshlar esa kartadan yechib oldi. Bu oddiy xato emas. Jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun men ogohlantiraman. Pensiya va nafaqa davlat mablag'i hisoblanadi. Noto'g'ri ma'lumot berish, yashirish boshqa odamning pulini olish javobgarlikka sabab bo'ladi. Agar ortiqcha to'lov aniqlansa, uni bo'lib qaytarish tartibi bo'yicha ariza yozish mumkin, lekin muammoni yashirish vaziyatni og'irlashtiradi. Endi istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Hamma pensioner bir xil huquqqa ega emas, chunki pensiya turi har xil. Yoshga doir pensiya boshqa, nogironlik pensiyasi boshqa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi boshqa, imtiyozli pensiya boshqa. Masalan, kon, kimyo, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari. Pedagogika yoki zararli mehnat sharoitida ishlaganlar bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Agar siz men ham qo'shnim kabi 55 yoshda chiqishim kerak edi desangiz, avvalo ish joyingiz imtiyozli ro'yxatga kiradimi? Stajingiz yetarlimi? Hujjatingiz to'g'rimi? Shuni aniqlash zarur. Ikkinchi nozik jihat. Ayollar uchun bola parvarishi davri, dekret ta'tili. Uyda bolaga qaragan davr kabi masalalar pensiya stajiga qanday ta'sir qilishini alohida tekshirish kerak. Ko'p onalar 3-4 farzand tarbiyalagan, lekin mehnat daftarchasida uzilish ko'p. Ular men ishlamaganman. Demak, menga hech narsa qo'shilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin buning uchun bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli hujjatlar, mehnat daftarchasi va boshqa ma'lumotlar kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartiradi. Keyin mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya bo'ladi. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni bog'lashda muammo chiqishi mumkin. Shu sababli 25 avgustgacha, ya'ni hozirdan kechiktirmang. Hujjat papkangizni ochib, eski pasport, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, arxiv ma'lumotnomalarini bir joyga to'plang. 4-nozik jihat, pensiyani qayta hisoblatish. Ko'pchilik pensiya bir marta tayinlandimi, tamom deb o'ylaydi. Yo'q, agar keyin qo'shimcha staj tasdiqlansa, arxivdan ish haqi ma'lumoti topilsa, nogironlik holati o'zgarsa, qo'shimcha imtiyozga asos paydo bo'lsa, qayta hisoblash uchun murojaat qilish mumkin. Lekin bu avtomatik bo'lmasligi mumkin. Siz ariza berishingiz, hujjat taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Ular o'zi bilib qo'shib beradi deb kutish eng katta xato. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam pasport yoki ID kartangiz, JSHSH raqamingiz, mehnat daftarchangiz, pensiya guvohnomangiz, bank kartangiz ma'lumotlari, nikoh va tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, arxiv ma'lumotnomalari kabi hujjatlarni yig'ing. Ularni alohida papkaga soling. Asl nusxasini yo'qotmang. Imkon bo'lsa telefonga rasmga olib qo'ying yoki nusxa qildiring. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing: mening pensiyam hisob kitobida ish stajim, ish haqi ma'lumotlarim, qo'shimcha ustamalar va imtiyozlar to'liq inobatga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar qayta hisoblash uchun asos bo'lsa, pensiyamni qayta hisoblab berishni so'rayman deb yozing. Uchinchi qadam. Agar ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov bering. Korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, eski manzili, rahbar nomi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosida ma'lumot so'raladi. Arxivdan bunday ma'lumot topilmadi degan javob kelsa ham to'xtab qolmang. Ba'zan korxona hujjatlar boshqa tumandagi arxivga topshirilgan bo'ladi yoki tashkilot nomi o'zgargan bo'ladi. 4-qadam. Agar nogironlik, parvarishga muhtojlik, yolg'iz yashash, kam ta'minlanganlik yoki dori-darmonga ehtiyoj bo'lsa, mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli
ijtimoiy xodim yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Menga qanday yordamlar tegadi deb umumiy so'ramang. Aniq ayting, men yolg'iz yashayman, men yurishga qiynalaman, mening nogironlik guruhim bor, men parvarishga muhtojman, pensiyam dori darmonga yetmayapti. Aniq holat aytilsa, yechim topish osonroq bo'ladi. 5-qadam, bank kartangizni tekshiring. SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqamingiz o'zingizniki yoki boshqa birovnikimi? Karta muddati tugamaganmi? PIN kodni bilasizmi? Bank ilovasiga begona odam kirmaganmi? Agar shubha bo'lsa, bankka boring va kartani qayta rasmiylashtiring. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga kod aytmang. 6-qadam. Barcha murojaatlaringizni yozma shaklda qiling va javob nusxasini saqlang. Og'zaki gap bugun bor, ertaga yo'q. Agar sizga tegmaydi deyishlasa, iltimos yozma javob bering deng. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda yuqori tashkilotga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, bugun men pensionerlar uchun eng muhim 6 yo'nalishni tushuntirdim. Staj va daromadni to'g'ri hisoblatish, pensiya oshishi va minimal kafolatlar, ishlayotgan pensionerlarning huquqlari, nogironlik va ijtimoiy yordam masalalari, pensiyani olish tartibi va bank xavfsizligi, shuningdek ortiqcha to'lov va javobgarlik masalalari. 25 avgustgacha kutib o'tirmang. Hujjatlaringizni tekshiring, kerakli joyga murojaat qiling, pensiyangiz nimadan shakllanganini bilib oling. O'z haqingizni bilsangiz, hech kim sizni chalg'ita olmaydi. Agar sizda pensiya, nafaqa, staj, arxiv bank kartasi yoki imtiyozlar bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyatdansiz, qanday muammo bor, qisqacha yozing. Keyingi videolarda aynan shu savollarga javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, ayniqsa ota-onangiz va pensiyaga chiqishga yaqin insonlarga ulashing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini asraydi.